Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yangilikni zo'ri bor. Ko'chma tayyor hojatxonalar ekan. Endi olib borib o'rnatib qo'yasiz. Uyga qo'yib yuborsangiz ham bo'laveradi. Usti apka, ishlat, balobatlar, abet degandek muammo yo'q. Shuni olib borasiz, o'rnatasiz. Narxi ham o'ta qulay ekanlar. 3,5 million mana shu. 120 ga 120. Eshik, tom hamma yoq sandwich panel. Tashqari profnasil, ichkari profnasil, o'rtasi po'kkagi bo'ladi. Xo'p, mana bu tarafda mana bitta ko'rsatib bering. Mana shundan boshlaylik. Qaranglar, hamma sharoiti bor. Suv to'laysiz, to'k to'laysiz, tayyorda bu. Nima ishlasiga boshda olmaydigan bor. Variant qolmadi xullas. Boshda bir telefon qilgan ish bitdi xolos. Mana bu yerda rakvinalari bilan bitta uycha ham qurib berishaveradi o'g'illarga. Nafaqat uycha, uy ham qurib berishaveradi. Rakvina, dushovoylari bilan hamma narsasi tayyor. Razmeri 120 ga 3 metrdancha oshiramikin deyishyapti. Xullas, razmerdan muammo yo'q. Qanaqasi bo'lsa qilib berishaveradi. Mana unitazisi tayyor akalar. Unitazi masalan chashkalisi 4 million 700 ming. Unitazi hamda buni narxini videoni davomida aytamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar. Farg'ona Vadil yo'liga kelganmiz. Aniq manzil qaydamiz aka biz? Biz Farg'ona tumani Yambaraq degan joyi bor. Yambaraq? Yambaraq. Yambaraq. Vodilga ketishda. Vadil yo'li. Vadil yo'lida. Xo'p, akalar qaranglar. Mana bu variantimiz. Eshik-peshiklari bilan, fortichka, lampochkalari bilan svet to'lasangiz bo'ldi. Faqat bu tagi bo'lish kerak. Bunga o'sha kolodisda tayyor bor-ku. O'shaning ustiga shunday olib o'rnatib qo'ysang, tamom tayyor. Ko'chma hojatxona. Narxi вообще shokolad 3,5 million. Hozir ko'chadan bitta ustani olib kelib, buni qurdiraman desangiz ham o'zi usta haqiga ham bilmayman, bir 2 million, 2,5 million olsa kerak-ku. Oladi. Shtaka blokdan quradi, tagiga beton qo'yadi, tong voy, u tayyor daq qo'yasiz, tamom, muammo yo'q. Endi akalar, mana bu yerda вообще zo'ri bor. Ventilyatsiya shaxta paxtalari bilan. Mana suv to'laysiz, to'k to'laysiz, tayyor. Bu ham unaqa qimmat chiqmayapti. Keyin mana bu narsa sandwich bu. Sandwich panel, Sandwich panel o'rtasi po'kak, bu yog'i profnasil bo'ladi. Mas akkuratni chiroyli turadi. Buni qancha beramiz dedik aka? Buni 4 million 700 ming qilib beramiz. 4 million 700 ming mana shu turishi. Tayyor bu. Shunday olib borib suv, svet ulanadi, tayyor mana qaranglar. Chashka-pashkalar bilan. Mana shuni o'zi o'rnatib berishlariga ham bilmayman agar. Mana shunaqa xonangizda o'ziga maga santexnikani olib kelsangiz, mana narsalarni olib kelsangiz, bilmayman, 1,5 million 2 milliongacha ketib ham qolsa kerak. Alloh alam. Endi bu tayyor bu. Olib borasiz, qo'yasiz, muammo yo'q. Tog'li joy, bog'da bir o'zingizning joylaringiz bo'lsa, olib borib o'rnatib olsangiz bo'laveradi akalar. Xuddi shuni unitazli varianti bor, o'nida u 5 million. Unitazlisi. Endi akalar, mana bunisi ham rakvinasi bor. 50 litrli boiler bor. Ariston, oynak, veshilkalari bilan hammasiga qaralganda qaranglar. Bu yog'i dushovoy kabinkalari bilan. Yangi uylangan kuyov bolalarmi? Hop. Mana shunga endi xona qo'shib qo'yilsa uy bo'ladi-da. Uni ham qilib berishaveradi. Mana shuni misol uchun bu tarafiga 1,5 ga 3 metrli joy qilib berishsa, ikkita odam yotadigan divan piyonlari bilan qilib olsangiz bo'ladi. Ko'chma yengil tipdagi uy sifatida foydalansangiz ham bo'laveradi o'shanaqa. Buni narxini qancha qilib beramiz? Buni 12 million qilib beramiz. Ichida o'sha hamma sharoit bor. Sharoit bor. Konditsionerlargacha o'rnatib qo'yilgan isitish uchun. Suv bilan to'k to'lab qo'ysa bo'ldi. To'k kanalizatsiyaga ulansa, tayyor hammom bo'ladi. Tayyor. Qaranglar, montaj-pantajlari bilan hozir 12 millionga bir xona haligi uy qurib bo'lmayapti-da, akalar. Mana qaranglar, bu tayyor. Remontlari ham hozir ichida ketyapti-da sizlarga. Eshiklari bilan, zamoklari bilan qaranglar. Yaxshimi? Farg'ona Vadil yo'li. Menga yoqdi. Hozir o'ylab qarasam, oddiy hojatxona qurgani ham 5-6 million pul yetmayapti. 4 million 700 mingga mana tayyori, 3,5 millionga mana olib borib o'rnatib qo'yadigan. Aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomer qoldirdim. O'pdim joyda. Xohlagan razmerda qilib berishadi. Kelishib olsalar bo'ldi.